Organizmda magniyning roli. Organizmda magniyning roli juda katta hisoblanadi. Masalan, magniy bilan bog'liq bizda organizmimizda 300 dan ortiqroq reaksiyalar ketadi, bioximik reaksiyalar ketadi. Bundan tashqari magniyimiz bizdagi oqsillar sintezi, nuklein kislotalar sintezi va gormonlar sintezi va boshqarilishida juda katta, demak, ahamiyati bor. Organizmda magniyning minimal miqdori bu 1,01 dan boshlab 0,71 gacha norma hisoblanadi. Bolalar organizmida 0,66 dan pastga tushadigan bo'lsa, gipomagnemiya, ya'ni organizmda magniy yetishmasligi klinik belgilari yuzaga chiqadi. Organizmda magniyning yetishmasligi klinik belgilari bu kattalarga nisbatan bolalarda bir necha barobar, demak, ko'proq uchraydi va klinik belgilari yaqqol namoyon bo'ladi. Bu nima? Bolalar organizmida, demak, magniy yetishmagandan keyin oddiy chaqaloqlarda aytadigan bo'lsak, masalan, agar yangi tug'ilgan chaqaloq onani organizmida gipomagnemiya bilan, ya'ni magniy yetishmovchiligi bilan farzandni dunyoga keltirdi, ya'ni onani o'ziga magniy yetishmadi va homiladagi chaqaloqda magniy miqdori kam. Demak, bola tug'ildi. Chaqaloqda demak erta klinik belgilar, demak, tug'ilgandan keyin bir necha oy ichida paydo bo'ladi. Nima? Bolachada, demak, qo'zg'aluvchanlikning oshib ketishi, ya'ni bola yig'loqi, injiq, yaxshi uxlamaydi. Mana shu klinik belgilar paydo bo'ladi. Mushaklardagi rigidness, ya'ni bolachani boshini orqaga tashlab, qo'l oyoqlarini tirishtirgan holatda yig'lash belgilari, bezovtalik belgilari, demak, paydo bo'ladi. Keyingisi, demak, bolada gipomagnemiyada yana o'sha ichning qotishi yoki bo'lmasam ichning ko'p kelishi, me'yordan o'sha ortiq, masalan 5 marta, 6 martadan ko'proq ich kelishi yoki zapor, ya'ni ich qotib qolishi klinik belgilari yuzaga keladi. Bundan tashqari, demak, bolachada ko'z zrenasidagi bezovtaliklar bo'lishi mumkin, apnoe holatlari, ya'ni nafas to'xtashi yoki nafasni bir xil me'yorda olmaslik, yurakdagi bradikardiya yuzaga keladi. Bundan tashqari bolada o'sha eng ko'p uchraydigan narsa bu tremor hisoblanadi. Tremor bu o'sha bolani har xil mushaklardagi qaltirash. Eng ko'p ko'ramiz biz bola yig'laganda o'sha pastki iyagini qaltiragan holatni ko'ramiz. Mana shu tremor deyiladi. O'sha gipomagnemiyada yuzaga chiqadi. Buni tiklashimiz uchun magniy preparatlarini berib boshlaymiz. Inyeksiyon holatda magneziy sulfat dan foydalanamiz. 0,2-0,4 ml na kilogramda, demak, qilishimiz mumkin to klinik belgilar to'xtaguncha, yoki magniy preparatlarini ichish uchun qo'llaymiz. Bunda ham mana shu aytib o'tilgan qaysidir klinik belgilar uchragan bo'lsa, mana shu klinik belgilarimiz to'xtaguncha shu preparatlarni bersak, o'sha bolachamizda gipomagnemiyani yo'qotamiz.